بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alloh taoloning iltifoti bilan Sura Baqaraning 58-oyatiga keldik. Oldingi soat darsimizda Alloh taoloninki shu Sura Baqarada Bani Isroil to'g'risidagi Bani Isroillarninki voqeligini so'zlab o'tgan oyatdan o'qigan edik endi. Oldingi soat darsimizning asosiy mazmuni nima bo'lgan edi desa, Alloh taolo shu Bani Isroilga ato qilgan ne'matini so'zlab kelib, ularni biz sizlarni Firavun jamoatining zulmidan qutuldirib, sizlarga shunday ko'p ne'matlarni ato qilgan edik dedi. Birisi ular Firavun va uningki jamoati shu Bani Isroilga ularning o'g'illarini o'ttirib, qizlarini tirik qoldirib degandek ashta qattiq zulmlarni sapti ekan. Ashta zulmlar uchirgan vaqtda Alloh taolo ularni shu zulmdan qutuldirib, ularni Musa alayhissalom bilan birga shu dengizga kirib, dengizni yerib dengizni o'tkazitish orqali ularga yordam berdi. Firavunning jamoatini, Firavun va uningki lashkarlarini suv g'arq qilayotganligini, ularning ko'z oldinlamla shu dushmanini suv g'arq qilganlikdan iborat shu ne'matlarni eslatib o'tdi Alloh taolo. Undan keyin Alloh taolo Musa alayhissalomga 40 kechini va'da qilib, Musa alayhissalom Alloh taolo bilan shu so'z uchun ketgan vaqtda Bani Isroil o'zlariga zulm qilib Mozayni iloh qilib olganligi. Shundoq to'simi yana Alloh taolo ularni afo qilib, ularning shukr qilgan bandalarni bo'lish uchun ularni afo qilganligini bayon qilib o'tdi. Undan keyin yana Alloh taolo Musa alayhissalomga haq bilan nohaqni araydigan kitob, ya'ni Tavratni ato qilganligi va ularga mushta ne'matlarni ato qilib, Musa alayhissalom o'z vaqtida yana qavmiga sizlar o'zinglarga zulm qildinglar, Mozayni iloh qilib olish orqali o'zinglarga zulm qildinglar, mushu gunohinglarga tövbe qilish yuzidan sizlar o'zinglarni o'ttiringlar degan oyatni o'qib o'tdik. Yine bularni faqtulu anfusakum deganda, yine sizlarning shunlardagi gunohsizlar, gunoh o'tkazganlarni o'ttasin deb tafsir qilib tashlamasın. Undan keyin Alloh taolo yine Bani Isroilga ato qilgan shu ne'matni eslatib kelib, shunda ne'matlarni ato qilgan bo'lsa-mu, ular yana Musa alayhissalomga biz Allohni aynan ko'rmagicha Allohga sana imo etmaymiz degan chaqda ularni qattiq bir ovoz kelib, ularning hammasini o'lib ketganligi, undan keyin Alloh taolo ularning hammasini qayta tirildirganligi, ya'ni shukr qilgan bo'lish uchun qayta tirildirganligi, yana ularga bulutni soyabon qilib berganligi, shu tih degan jangal demdi. Va ularga taranjibin va budunni ne'mat qilib tushirib berganligi qatorliq bir qator ne'matlarni eslatib o'tgan. Demak, bu oyatlarning hammasi hozir o'qiyotgan oyatlarimiz shu Bani Isroilninki voqeliklar haqida ketyapti. 58-oyatda Alloh taolo deydi: "Estaizu billah. Ve iz qulna dkhulu hadihil qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada ve qulu hittatun naghfir lakum khatayakum ve senazidul muhsinin." Yani öz vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga, yani Muhammed Aleyhisselam'ның davridagi Yahudilarga qilinayotgan xitob bo'lgandan keyin bu hamda. Yani Musa Aleyhisselam orqali sizlarning shu Musa Aleyhisselam davridagi ajdodlaringlarga shu kishilarga duo qilishimdi. Bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddas kiringlar. U yerda xohlaganingizcha keng tasha yapishinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgindinglar. Gunohinglarni ashta qilsanglar, gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilariga texmi ortiq savob beramiz deydi. Yine ve id qulna degan etdik biz ular uchun, ular shu jangaldan chiqib bo'lgandan keyin, jangaldan chiqib shu shaharga yaqinlashgan chaqda demoqchi endi.
Bu şehirge kiringlar. Endi şehirge kirmedi, şehirninki e, yaqin şehirninki darvozasidek bir yer turyotidi bo'lamdi. Shu yerda Alloh taolo Muso alayhissalom orqali uloq debdi. Yine bu şehirge. Bu şehirde maksat, bu yezdi maksat qaysi yez desa Beytul Maqdis yoki Ariha degan shahar deydi. Oshdan kiringlar va u shaharda o'zinglar xohlagancha keng tasha yeb ichinglar dedik. Ragadan degan vasi'an la hajra fihi debdi. Yani keng tasha hech qanday bir cheklimi yo'q. Keng kushodalikda yeb ichinglar dedik. Va dukhulul baba va kiringlar eshikdan, ya'ni Beytul Muqaddasning eshigidan sujjadan, yani munhanin inishgan holatda, yani sajda qilgan holatda kiringlar dedik. Va danglarki hittatun, yine bizning mas'alatuna va qulu degani mas'alatuna deb tafsir qilishi, yine bizning so'raydiganimiz hittatun, yine bizning xatoliklarimizni kechirgin ey Alloh deb mushta danglar dedik demoqchi. Ashta desanglar nagfir lakum xatoyakum. Sizlarning xatoliklaringlarni mag'firat qilamiz. Va sanazidul muhsinin. Va biz yaxshi ish qiluvchilarga texmi ortiq savobni ziyoda beramiz. Yine taat bilan yaxshi ish qiluvchilarga savobni ziyoda qilib beramiz deydi. Nagfir deganni 21 qiroatda yo bilan va ta bilan o'qigan qiroat bor edi. Ya'ni nun o'rniga yo bilan yoki ta bilan mabniyan lil maf'ul. Ya'ni majhul holatda işte o'qilgan demak ekan. Yughfar lakum yoki tughfar lakum deb mana o'qilgan qiroat bor ekan. Yughfar lakum bo'lsa xatoyakum degan shu yughfarninki noib fa'il bo'ladi endi. Yughfar majhul, fe'l majhul. Tuğfar lakum bo'lsa, o'chaqdimi xatoyakum shu tuğfarniki noib fa'il bo'ladi. Yughfar, tuğfar har ikkilisininki, har ikki yughfar bo'lsa muzakkar holatda bo'ldi, tuğfar bo'lsa muannas holatda bo'ldi. O'chaqda xatoyakumni ani fa'il etsak hech qanday shataq chiqmaydi. Chunki o'tirda lakum degan fasl bor. Fe'l bilan fa'ilninki orasida. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Ularning ichidan zulm qilganlar ularga dil, ya'ni so'zni, Alloh taolo degan so'zni ularga aytilganninki g'ayriga o'zgartib o'tdi. Qanday o'zgartib o'tib bo'lsa, ular habbatun fi sha'aratin. Yine hittatun gunohlarimizni mag'firat qilgan danglar desa, donning ichidagi bug'doy va mo degan gapni qilibdi. Va ularni shaharninki ishkiga sajda qilgan holatda, ya'ni inishgan holatda kiringlar desa, ular qo'ng'icha o'mirgan holatda kirdi deydi. Fa anzalna alallazina zalamu. Shuning bilan zulm qilganlarga azobni tushirdik. Osmondan azob tushirdik. Ularninki fosiq bo'lganliklarining sababi bilan deydi. Yine alallazina zalamu degan zohirning o'rniga, zimirning o'rniga zohirni qo'yish, bu ularning qilgan ishniki qabihligini mubolag'a qilib keltirishni ashtaki keltirgan deydi. Endi nima demoqchi, bu nima degan gap desa, ma ularninki shu Bani Isroil to'g'risida so'zlab kelinayotgan gap bo'lgan ekan bu endi. Bu yerda fa anzalna alayhim deb zimir olmash keltirsin bulutni. Undaq keltirmay, yine oshkora zohir holatda keltirishi allazina zalamu deb bunda zohir holat keltirishi almash keltirmay. Ularning shu qilgan ishining qabihligini ko'rsatish uchundir demoqchi ekan. Alloh taolaning ularga tushirgan azob nima azob desa, taun, vabo kesili tushadi deb tafsir qilibdi. Ya'ni bima kanu yafsuqun degan ularning fosiq bo'lganliklarining sababi bilan, ya'ni ularningki Allohning itoatidan chiqib ketganligining sababi bilan. Fa halaka minhum fi sa'atin 70,000 aw aqal. Ularning ichidan bir soatda 70,000 yoki undan ozroq odam o'lgan edi, Alloh o'lib ketgan edi deydi. Endi bu bir tafsir endi. Qolgani vallohu a'lam. Endi keyingi oyat Alloh taolo deydi: "Va idastasqa Musa liqaumihi فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين."
Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga asang bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichirgan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. Ya'ni idi va degan uzkur, estigin. Shunda bir vaqtniki suv talab qildi Musa qavmi uchun. Halbuki o qavmi shu jangalda usab ketgan edi. Shu qavmi Musa alayhissalomning qavmi jangalda usab ketgan holatda Musa alayhissalom qavmiga suv talab qildi. Alloh taolodan suv talab qildi. Payg'ambar degan rahimdil zot bo'lgan ekan. Faqulna drib bi'asaka al-hajar. Suv talab qilgandan keyin biz dedik deydi Alloh taolo. Asang bilan toshni urg'in. U tosh qanday qaysi tosh edi desa, Musa alayhissalomning kiyimini ep qochib ketgan tosh edi deb tafsir qilibdi. U to'rtchasi tosh edi. Karasir rajul. Bir odamning beshiga o'xshash to'rtchasi tosh edi. Ruhamun aw kaddanun deydi. Ya'ni marmar tosh. Ruham degan marmar tosh demek ekan. Musa alayhissalom uni urgan edi, fan fajarat. Suv etilib chiqdi. Unidan 12 buloq etib chiqdi. Bi adadil asbat. Ya'ni shu Yaqub alayhissalomninki 12 o'g'lining 12 asbatninki sibtining soni bo'yicha 12 buloq. Her bir qabil uchun, her bir qabilning barobarida 12 buloq etib chiqdi demoqchi ekanman. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Ulardan her bir qabila o'zining suv ichadigan joyini bildi. Ularga shu joyda boshqalar sherik bo'lmaydi. Her bir qabila o'ziga tayin qilingan joydan suv ichadi demoqchi ekanman. Va dedik ularga, yanglar va ichinglar Allohning rizqidan ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar. Buzg'unchilik qilgan holatda bunda yurmanglar. Mufsidin degan omil uchun ta'kidlangan hol. Wala ta'thaw degan omil hamda osh omilga omilni ta'kidlaydigan hol deydi. Afiyadan chiqqan shu omilini. Afiya degan musallasaninki kasrasi bilan o'qiladi. Endi degan harfni kasr qilib afiya deb o'qildi demoqchi. Bu afsalarga ma'noda. Xo'sh, Alloh taolo keyingi oyatda deydi endi. Alloh taolo ularga shundoq katta rizqlarni ato qilib tursa, dedinglar sizlar o'z vaqtida. Va iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha va qithaiha va fumiha va adasiha va basaliha. O'z vaqtida sizlar dedinglar, ey Musa, biz bir taomga sabr qilolmaymiz. Bir turli taomga sabr qilolmaymiz. Biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin, bizga zaminning ko'ktatlaridan tarximak, samsoq, yesimok va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Yine vahidin degan taomin degan taomning bir turi. Bir turdagi taomga sabr qilolmaymiz. U bir turdagi taom Alloh taolo yuqorqi oyatda aslida o'tgan shu taranjibin bilan bo'dula. Shunlashqa biz uchun Parvardigoringga duo qilsang, chiqirib bersin bizga shay'an bir narsani. Zimin o'stirgan narsadan bir shay'ini. Min bu bayon uchun keldi deydi. Mimma tunbitudiki ma'ni bayon qilmoqchi endi. Zimin o'stirgan narsa nima desa baqliha. Ziminning ko'ktatlaridan va qithaiha tarximak fumiha degan ziminninki samsaq mayda hintatun deb tafsir qildi bug'doy. Adas degan yesimok, basariha degan piyoz qatorliqlarni chiqirib bersin dedinglar. Shundan etdi ularga Musa alayhissalom atastabdilunallazi huwa adna billazi huwa xayr. Sizlar o'zinglarning oldidagi bu eng huwa adna degan almashtiramsizlar eng xasis to'm bo'lgan narsani eng sharafli bo'lgan narsaga. Yine sizlarga Alloh taolo shu taranjibin bo'dini qatorliq mushta narsani ne'mat qilib bergan tursa,
şereflik näsini. Endi bunu taşlap qo'yib sizlar uningdan to'nroq narsani talab qilamsizlar deb o'tadi. Ay ata'khudunahu badalahu. Uning o'rniga ma'no olamsizlar. Bu yerdagi atastabdilunadagi hamza inkor uchun kelgan. Ya'ni bunday qilishinglar bo'lmaydi, bo'lmaydi munkar ish deb inkor qilgan ishlarni. Ashta desa fa abaw an yarji'u. Ular kayniga yenishga unimadi. Unimagandan keyin Musa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Undan keyin Alloh taolo dediki, ihbitu misra. İhbitu Misran fe inne lekum ma sa'altum. Yani Mısır'ni şehirlerden bir şehir deb tafsir qilibdi. Yani ma biz biladigan Misr davlat emas, balki bir shaharga tushinglar, haqiqatan sizlar uchun u shaharda sizlar so'ragan o'simliklar bor dedik. Va duribat alayhim zilla va ularga xorliq yuzlandi, xorliq qilindi. Zulla degan az-zullu vel havan vel maskana va fiqirlik qilindi. Yani ular xorliqda, muhtojlikda qoldi demoqchimdi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Maskana degan atharul faqri, sukun, xiz degan, xizyun degandan chiqqan. Ya'ni ularning shu turg'un va xorliqdan iborat shu faqirlikning ta'siri ularga qilindi demoqchi ekan. Ya'ni fahiya lazimatun lahum. Bu faqirlik ularni lozim tutquchi bo'ldi. Agar ular amaliyotda boy insonlar bo'lsa-mu, ashta ruhiy kambag'al, ruhiy och ashta insonlar bo'lib qoldi demoqchi ekan. Nuzumat dirhamil madrubi li sikkatihi. Xuddi so'qilgan dirhamniki o'zining g'ilofini, ya'ni o'zining qopchuqini lozim tutquniga o'xshash, ya'ni orlanmagan o'xshash, ma faqirlik ularni orlanmaydigan shaklda ashta bo'lib ketdi demoqchi ekan. Va ba'u bi ghadabin minalloh. Ve ular Allah Teala'nın g'azabidan qaytdi. Yine Allah Teala'nın g'azabiga tegishli bo'ldi, loyiq bo'ldi. Yine Allah Teala'nın g'azabiga ashta loyiq bo'lgan chaqda Allah Teala'nın azobi ularga tushgan ketdi. Zalika bundaq bo'lishi. Yine ad-darbu vel ghadabu. Ularning ashta shu urush va g'azab, ya'ni Allah Teala'nın ular xorliqning yuzlanishi, Allohning g'azabiga uchirishi nim sababdan bo'lgan desa, بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. Ular Allah Teala'nın ayetleriga kufrlik qilganliklarining sababi bilan va yaqtulunun nabiyyin va ular payg'ambarlarni o'ldirganliklarining sababi bilan. Ya'ni Zakariya alayhissalom, Yahyo alayhissalom o'xshash. G'ayril haq. Ya'ni nahaq zulm qilib o'ldirganliklarining sababi bilan. Ashta bo'ldi deydi. Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Aslında bu işi ularning asiylik qilganliklari va ularning haddidan eshib ketganliklarining sababidan bo'ldi. Ya'ni gunoh masiyatda chek-chegaradan eshib ketganligi, haddidan eshib ketganliklarining sababidan shunday bo'ldi. Bu yerda Alloh taolo zalika bi annahum deb bo'lib, yana zalika bima asaw deb qayta takror keltirishi ta'kidda shuni qilgan deydi. Allah Teala işte katı nimetlerini berip dursa yine Allah'ın nimetleri kufurluk kalmış da bir kavim bu demek şimdi. Keyingi ayetlerde mi Allah Teala yine şu Bani İsrail'inki ahvalını sözleydi. Allah Teala şu dersimizin menfaat edip bir menfaatlik ilim erişimizden nasip kılsın Allah Teala meydanı. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.